bo'ldi, olaylik, bu. Seryozni olaylik. Seryozni, ha, to'xtang, boshqatdan. To'xtang, ha. Ey, boshqatdan yoting joyingizga. O'g'lim, turdingmi? Ha, dada turdim. Ama qo'lingizdan narsalarni yo'qoting, ey. Men kitob o'qisham qo'layman. Yo'qot bilmayapti. What the fuck? What the fuck? Bo'ldi, Hindcha qarab berem. Hindchangizga sizda ham ey, boshlaylik. Onasini debsin, boshlaylik, ey. Yoting joyingizga. Adam hindcha qaraydi bu bola. Dada turdimi? Men aytishim kerak. Tursam menga qarab tursa. Yetom do'stlar. Turdingmi o'g'lim? Ha, dada turdim. Nima ish qilamiz bugun? Dada, hujda yangi do'kon ochibdi. Ishga kiramizmi? Yo'q, Ha, yuringchi ko'ramiz. ketdik. Egasi bormikan o'zi? Sen ham maktab bitirganiga ham 1 yil bo'lib qoldi. Bir yil? Ha. Mana dada, mana shu yangi ochilibdi, qarang. Rosa dahshat ekan-da, mana qarang dada. Rosa dahshat. Rosa. Yuring, davay ichkarisiga kirib ko'ramiz. Bu. Toli. Egasi ekan. Umrimda ko'rmagan narsalar ko'p bitta. Bu biron yo'q qilishda qara. Ammo ovqatlarni qarang, anchadan beri men ovqatlarni yemagandim. Ayniqsa jo'jani. Qarang dada, bu yerda egasi qaytdi ekan-a? Bilmadim. Uyingga borib tururchi. Yuring dada. Uyimizga borib turaylik-chi, to'g'ri. Ertaga gaplashamiz. Brat, siz chetda egasi emasmisiz? Brat, siz chetda egasi emasmisiz, brat? Brat, siz mana shu do'konni egasi emasmisiz? Dadam sizga gap bor edi. Dada, ayting. Biz ishga kiraylik, ayting. To'xtang, brat. To'xtang, brat, to'xtang. Nima meni bunaqa qilyapsanlar, ha? Magazin egasizmi? Yo'q, magazin egasi men emasman. Siz emasmisiz? Kimligini ayta olmaysizmi? Kimligini ayta olmaysizmi? Boshqa, sizlar necha qishloqda turibsiz o'zi? Men yangi keldim-da men. Biz hozir 13-qishloqdamiz, brat. 14-qishloqdan kelgan bir bola ochibdi deb eshitdim. Uyini qaydaligini bilmaysizmi? Uyini bilmayman, o'sha 13-qishloqda-da. Tushunarli. Biz buni so'rab surishtirishni boshlaymiz bo'lmasam. Mayli, rahmat. Mayli, bo'pti. To'xta o'g'lim. Ha, dada. Balki o'sha odam yetilmas odamdir. Bizga o'xshab. Yetilmas? Men merdan so'raylikchi. Mer, kechirasiz, mer. Ana u yerda yangi do'kon ochilgan edi ekanda, o'sha yerni kim ochganini bilmaysizmi? Yo'q, men bilmayman, kim ochgan. Mendan kelib so'ramadi-ya men. Mayli. Dada, men ertadan o'qishim boshlanar ekanda, shunga tayyorgarlik ko'rib ketsam bo'laveradimi? Ha, bo'ldi. Mayli dada, bo'pti. Xo'p, bo'pti. Mayli. O'g'lim o'qishga ketib qoldi endi. Ishlash uchun ana do'konchini oldiga borib, do'konchi yo'q. Mer. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom. Sen do'konchini qidiryaptingmi? Ha. O'sha do'konchini qidiryaptim. O'sha do'konchi hozir keldi. O'sha oldiga borib so'rab surishtirchi. Xo'p, Merda ham yoniga o'tib qo'yar ekan, shuni aytib qo'y. meni oldimga o'tsan. Xo'p.
ishqalab do'konda boshimda. Mayli. Bu do'konda ekan. 2, 3. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz do'konchimisiz? Ha, mana shu yerda nimasiman, egasiman. Haligi men kiyimlarimga, nimalarimga e'tibor bermayman. Men haligi ismim Steve. Sizning ismingiz nima? Meniki Sobir. Sobir. Sobir aka, assalomu alaykum. Va alaykum Haligi assalom. bu yerda ish bormidi menga? Ha, kakras sizga kimdir ish bermoqchi edim o'zim. Men shaharga ketib turgandim. Ha, Xullas, bugundan ishlashingiz mumkin. Men o'zi ish chaqirib turgandim. Siz o'zingiz qarab, mana bu yerda kassa bor. Bu yerda ozgincha pullar bor. Mana shu odam keladi, savdosini qilib chiqarib yuborasiz. Mana odam keldi, qarang, bular nima olar ekan? assalomu alaykum. Nima kerak? Megami? Ha, sizga. Menga bir pishgan go'shtni berib yuboring. Xo'p, hozir. Mana men o'zim beraman, qo'y. Mang brat. O, rahmat. Xuddi shunaqasidan kerak edi. U qancha bo'ladi endi? Bu bitta almas bo'ladi, brat. Bitta almas. Mana bu. Bo'ldi, mana almas. San- Berdim. Rahmat. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Sen bu yoqqa ishga kirib oldingmi? Ha, bu yoqqa ishga kirib oldim. Ha, bu yerga ishga kirdi, nimaga edi? Yo'q, bo'ldi, men ketay bo'lmasa. Xo'p, bo'pti. Yo'q. Bo'ldi, ketavering. Xullas, qara, sen shu yerni boshqaraverasan. Men ketdim, xayr. Xo'p. To'xta, pullarimni qo'yib ketay bekka. Mana shu yerda kassada ovqat bor, ovqat yeb ketishi mumkin. Bemalol ishlaysan. Xo'p. Men ketdim. Xo'p. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Ay. Shitir shouda sharmanda qilishing shartmidi? Ataydalar qildim. Bo'ldi, boraver endi. Hozir ketaman, magazin ko'raychi, birinchi marta ko'ryapman, kirdim. Ha, bo'pti. Birinchi ish kundan qovun tushirib o'tirdim. Sani debdi? Bo'ldi, nasabiylashaverma. Bo'pti, bor. Hozir bitta narsalarni bir ko'raychi. Hozir bitaman. O'zi ertalab chiqib ketsang keraksan. Qayerda bilding? O'g'limni ham kelish vaqti bo'lib qolgandir. Bo'pti, men magazinxonani yopishim kerak. Birpasda? Ha, birpasda. Bora endi chiqing. Chiqing deyapman sizga. Chiqing. Buni hozir chiqib ketaman. Bo'pti. O'g'lim ham ketib qolgandir o'zi. Ertadan o'zi yaxshilab qarayman endi do'konga. O'g'lim keldingmi? Assalomu alaykum dada. Uzr o'g'lim. Men o'qishdan kelgandim. Ha, yaxshi borib dars qilib o'tirgandim-da. Yaxshi borib keldingmi? Ha, yaxshi borib keldilar. Nima o'tdilar bugun? Nima dars o'tdilar? Bugun juda ko'p narsa o'tdi-da, bugun qiynaldim. Endi 5 kun ta'til berdi bizga. 5 kun rostmi? Ha. Unda Ana do'kon nima bo'ldi? So'ramadingizmi? egasi bilan gaplashdim. Yo'q. Ertadan ishni boshlayverasiz. Shunga ertadan boshlayveramiz birgalikda. Xo'p dedi. Mana sen bugun uxlaylik, ertaga boshlaymiz. Xo'p. Uxla.